Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. O'tgan safargi videoyimda yangi tovarlar olib kelganman, ko'rsataman degan edim. Tepa qator poni yangi bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar. 3 xil rassetkada dvoykamiz, kapshonkali, tomli siniy, qora bardoviy. Bunimizni narxi 255 ming so'mdan. Bu Spartukamiz, hop 450 ming so'mdan Spartukamiz. Hop. Bu tomonimizda hop nech pul ekan? Hop 359 ming so'm ekan. Bu Spartukamizni ko'rishlaringiz mumkin. Bundan tashqari dvoykalarimiz ponni kelgan. Mana bu tomonimizda hop tepa past bu ishtoni bilan ko'rishlaringiz mumkin. Hop mana ichida mana ishtonini solib qo'yganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop bunimizni narxi esa 250 ming so'm. Bu ham dvoyka, tepa past, однотомный. Kachitasi juda chiroyli. Buni tomli siniy rangi ham bor. Mana tomli siniy rangi ham bor. Xo'p, undan tashqari kardiganning o'zi bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli. Kachitvalari ham yaxshi. Mana kiyganda ham odamning ustiga chiroyli yarashadigan. Yorug'da ko'rsatib qo'yaveray. Mana bemalol bexijolat telefon qilishlaring mumkin. Kachitasi ham yaxshi. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, hop 309 ming so'm ekan. 300 ming so'mdan qilib beraveramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Yana bir kommentariyaga yozsalaring, misol ustimizga kiyib bir qator ko'rsatib berishimiz ham mumkin. Bexijolat. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Tovarlarimiz undan tashqari juda serob. Mana umumiy ko'rib turibsizlar. Mana bu Spartukamiz ochiq holati. Ko'rishlaring mumkin. 450 ming so'mdan, narxlari ham bexijolat. Kachitasi yaxshi. Yana nima deyishimiz mumkin? O'tgan safargi mana kamzillarimizni ko'rsatgan edik. Yaxshi sotdik. Mana tomli siniylar deyarli tugadi. Mana faqat korishnevoy razmeridan qolibdi. Mana bu shilkalar ko'rib turibsizlar mana. Deyarli sotilib tugadi. Mana korishnevoysini o'zidan qolibdi. Qoradan bitta qolibdi. Tomli siniydan bitta qolibdi. Yana kelyapti. Xudo xolasa bemalol dastavka qilib chiqarib olaveramiz. Buxoro deysizmi, Samarqand deysizmi, Andijon deysizmi, bexijolat chiqarib olaveramiz. Xo'p, kommentariyada fikrlaringizni kutib olamiz. Bizlarga murojaat qilinglar, telefon qilinglar, kutib olamiz. Ishonarli, garantiyali mahsulotlar.